Mana endi sun'iy intellekt hammani ishini olib qo'yadi. Biroz qo'pol eshitilishi mumkin, lekin 2026-yilda hali ham sun'iy intellektdan to'liq foydalanmayotgan bo'lsangiz, dunyodan ortda qolyapsiz. Hozir eng talab katta va tez o'sayotgan yangi sohalardan bittasi AI engineering, ya'ni sun'iy intellekt o'ziga yordamchi qilib olib, bir necha soatda tayyor sotiladigan dasturlar yaratish. Va mana sizga bu sohaga kirish uchun 3 ta oddiy qadam. Birinchisi, sun'iy intellekt instrumentlarini to'g'ri ishlatishni va bu orqali dastur yasashni o'rganing. Va bu uchun siz qanaqadir matematik geniy odam bo'lishingiz shart emas. Shunchaki sun'iy intellektlarni to'g'ri ishlatishni bilishingiz kerak. Ikkinchisi, real mijozni muammosiga sun'iy intellekt orqali yechim yasang. Masalan, bitta biznesni sotuvini sun'iy intellekt bilan avtomatlashtirib, birinchi $500 pulingizni ishlab olsangiz ham bo'ladi. Uchinchisi, mijozlarga natijangizni ko'rsating. Mijozlarga siz nimani ter to'kib qiynalib o'rganganingiz muhim emas, ularga siz qilgan natijalaringiz muhim. Va unutmang, bittagina siz qilgan haqiqiy natija sizga juda ham ko'plab mijozlar olib kelishi mumkin. Bu videoni sun'iy intellektga qiziqib yuradigan tanishingizga jo'natib qo'ying.